Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialga puxta tayyorgarlik ko'rishni maqsad qilgan. Ushbu tayyorgarlik jarayonida O'zbekiston milliy terma jamoasi bir qator kuchli va dunyoning top terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushishi ko'zda tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi oktyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida Argentinaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. O'yin Argentinada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. FIFA e'lon qilgan taqvimga e'tibor qaratsak, o'yin 20-28 oktyabr sanalari oralig'ida o'tadi. Ma'lumot uchun, Argentina amaldagi jahon chempioni hisoblanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerika qit'asidan Venezuela, Boliviya va Urugvay terma jamoalariga qarshi maydonga tushgan. Xitoyda o'tkazilgan Xitoy Kubogi 2019 musobaqasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Urugvay terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan va ushbu o'yinda urugvayliklar 0-3 hisobida g'alaba qozongan. 2023-yilning 25-mart sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Boliviya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi va ushbu uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozonadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Boliviya terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng bir necha kun o'tib Venezuela terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi va ushbu uchrashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlanadi.